Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Rafto kishilik huquq fondi Xitoy doiralarini 5 fevral G'o'lji voqeasi ustidan tekshirish elib berishga chaqirdi. Virus sababli Sharq Turkistonda fuqarolar sirtqi chiqish isboti orqali boshqarilmoqda. Mike Pompeo shtat boshliqlarini Xitoyning singib kirish harakatlaridan ogoh bo'lishga chaqirdi. Kanadada G'o'lji qatlamini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Tövəndə iqtidar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Norvegiyadakı Rafto kishilik huquq fondi bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini buningdan 23 yil avval yuz bergan G'o'lji 5 fevral voqeasini bostirishda mas'uliyati bor amaldorlarni javobgarlikka tortishga chaqirgan. Bayonotda 1997-yili 5 fevral kuni minglagan Uyg'urning G'o'lji shahrida namoyish qilib, teng barobarlik, diniy, madaniyat va so'z erkinligi shundaqla irqiy kamsizlikka xotim berishni talab qilganligini ta'kidlab, Xitoy doiralarining namoyishni qurolliq bostirganligini tanqid qilib, 1997-yili 5 fevral kuni qirg'inchilikka uchragan qurbonlarni xotirlaydiganligini, bu Uyg'ur tarixining eng zulmatli bir sahifasi ekanligini, bu musibatli xotir kunidan foydalanib, yaqinqi yillarda qo'lga olingan barliq Uyg'urlarning sadosi bo'ladiganligini bildirgan. G'o'lji 5 fevral voqeasi Uyg'urlarning hozirgi zamon tarixidagi muhim burilish nuqtalarining biri. Mazkur voqeada qancha Uyg'urning o'lganligi, qanchasining qamoq hukm qilinganligi yoki izdiraksiz g'oyib bo'lganligi ma'lum emas. Xitoy hukumatı voqeada 3 Xitoyning o'lganligini ilgari sursimi, lekin hech qachon shahid qilingan, qamoqqa ilingan yoki izdiraksiz yo'qolgan Uyg'urlar haqida uchur berib boqmagan. Xalqaro kechirim tashkilotining 1999-yili 4-oyda e'lon qilgan dokladida Xitoy doiralarining bu voqeaga yetishlik 200 dan ortiq Uyg'urga o'lim jazosi hukm qilganligi ta'kidlangan. Rafto kishilik huquq fondi 5 fevral e'lon qilgan bayonotida G'o'lji voqeasiga yetilib, hozirgacha qamoqda yetayotgan barliq tutqunlarning darhol qo'yib berilishi, Xitoy doiralarining bu voqea ustidan tekshirish elib berib, namoyishchilarni bostirishda mas'uliyati bor amaldorlarni javobgarlikka tortishni talab qilgan. Wuhan shahri 23 yanvardan boshlab butunlay qamal qilingan bo'lib, Xitoy doiralari 8 fevralgacha 31 o'lka shaharlarda bu xil virus bilan yuqumlanib o'lganlar sonining 910 ga yetganligini e'lon qildi. Sharq Turkistonda bu xil virus bilan yuqumlangan deb diagnoz qo'yilganlarning soni 45 kishiga yetgan. Yana bir tarafdan bu sonliq ma'lumotlarning ishonchlik darajasi zo'r gumon qo'zg'amoqda. Sharq Turkistondagi Xitoy ishlab chiqarish qurilish punktining qarashliq Orol shahridagi ma'lum bir aholilar komiteti chiqargan sirtqi chiqish isbotining bir nusxasi ommaviy taratqularda tarqalgan bo'lib, hujjatga asoslanganda doktorga ko'rinish va dori ilishdan boshqa ishlarda uydan chiquvchilarga ko'p bo'lganda 30 minut vaqt berilgan. Sirtqi chiqish isboti 3 qismni o'z ichiga olgan bo'lib, eng ustiga sirtqi chiqishchining ism familiyasi va adresi, sirtqi chiqish sababi degan o'ringa 5 turlik sabab berilgan bo'lib, bular ishqi berish, ko'ktot elish, ochliq setib olish, moy setib olish, 30 minutdan eshib ketmaslik kerak. Doğru setib olish 60 minutdan eshib ketmaslik kerak. Doktorga ko'rinish, qaytib kelganda doktorga ko'ringanlik isboti ilib kelish. Suv, tok va gaz setib olish 30 minutdan eshib ketmaslik. Eng ostida Chesla va Nupos guruhi boshlig'ining imzosi talab qilingan. Jadvalda yana sirtqi chiquvchilarning chiqish va qaytib kelish vaqtlarini tizimlash uchun bo'shliq qo'yilgan bo'lib, aholilar komitetining tomg'isi besilgan. Yaqinda ommaviy taratqularda tarqalgan bir jiddiy uqtirishda Urumchi shahrida o'ltiraq rayonlarning qamal qilinadiganligi, hukumat o'rinlariga ishga boradiganlardan boshqa kishilarning sirtqi chiqish cheklanadiganligi, ishga boradiganlar idorasining isbot xatini ko'rsatishi va xizmat o'rnidan 14 kungacha qaytib kelmaslik kerakligi belgilangan. Shuning bilan birga Wuhan virusining Sharq Turkistonda yig'ib olish lagerlari qamalgan millionlagan kishiga yuqish xavfi jiddiy andish qo'zg'amoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy Kompartiyasining Amerika qurilmasining har qaysi qatlamlarga singib kirganligini hamda Amerikaning qimmat qarashlarini barbod qilish uchun harakat qilayotganligini aytib, har qaysi shtat boshliqlarini Xitoyning singib kirish harakatlaridan ogoh bo'lishga chaqirdi. U bu so'zlarni 8 fevral kuni Amerika poytaxti Washingtonda chaqirilgan shtat boshliqlari birlashmasining qishliq yig'ilishida o'tirib qo'ygan. U Xitoy Kompartiyasi birlik bilimining har xil yo'llar bilan shtat boshliqlariga yaqinlashib, ularni kuzatadiganligi, yaqinda Xitoyning Amerikadagi 50 necha shtat boshlig'i ustidan material to'plab, ularning xarakterini tadqiq qilib chiqqanligini, Xitoyning Amerikada atalmish Konzi universitetlarini qurib, Amerikaning fikr va akademiya erkinligiga ta'sir ko'rsatishga uringanligini ta'kidlab, Xitoy dunyoning har qaysi joylarida yaslidan 12-sinfgacha bo'lgan sinflarni ta'sis qilganligini, ammo o'zlarining Xitoyda o'xshash programmalarni boshlashga imkonsiz ekanligini, Xitoy chet ellarda nimalarni qila olsa, shuni Xitoyda qila olishining shartligini, navbatda ular o'zlarining sistemasi ichida erkin ig'nab yurishayotganligi,
Aksincha ularning sistemasidan butunlay cheklanganligi. Xitoy bugungi bolalarning kelgusidagi rahbarlar bo'ladiganligini obdan biladiganligini eskartgan. Pompeo yana shtat boshliqlarini Xitoy bilan savdo qilishda hushyor bo'lishga, pensiya maoshlarini Xitoyga mablag' solganda uning qayerga selinganligiga e'tibor berishga chaqirdi. Hamda Uyg'urlarni tilga olib, Florida pensiya maosh sistemasi Xitoydagi bir shirkatga mablag' solgan. U shirkat bu mablag'ni aylantirib, Xitoy Kompartiyasi 1 million musulmonni ta'qiblashga ishlatadigan kuzatish sistemasiga solganligini, Kaliforniya pensiya maosh mablag'ining Xitoy ozodlik armiyasiga mol ta'minlaydigan bir shirkatga selinganligini, buning Amerikaning davlat xavfsizligiga berib taqiladigan masala ekanligini bildirdi. Mike Pompeo yaqinqi bir nutqida Xitoy Kompartiyasining Amerika uchun eng chong tahdid ekanligini bildirgan edi. 8 fevral kuni Kanadaning Toronto shahrida Kanada Sharq Turkiston birligining o'rlashtirishida G'o'lji qatlomining 23-yilligini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatda doktor Asad Sulaymon, Gulsham Abduqodir, shehidlar oilasidan Busarim Salay va Kanada Sharq Turkiston birligining raisi Tuyg'un Abduveli so'z qildi. Toronto ana til maktabidagi bolalarning o'rilishida jangovar she'rlar dikilmasi yaqilandi. Shuning bilan bir vaqtda Finlandiyadagi Xitoy konsuli oldida Finlandiya Sharq Turkiston jamiyati nomida 97-yili G'o'lji shahrida shehid bo'lgan shehidlarni xotirlash va Xitoyga qarshi namoyish o'rlashtirildi. Orqadan faoliyatning davomi Finlandiyaning poytaxti Helsinki shahrining markazida olib berildi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.